Biz avvaliga asfalt yotqizilib, so'ng uning ostidan quvur o'tkazilgan holatlarga ko'p bora duch kelganmiz. Bu holda albatta asfaltga ziyon yetar edi. Ammo lekin hozirda sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan yangi texnologiya bu kabi holatlarga barham beradi. 500 metr masofagacha suv quvurlarini asfaltga ziyon yetkazmasdan olib o'tuvchi yangi texnologiyani videomiz davomida batafsil bilib oling. Biz kelganimizdan beri 98-yildan beri mahallamiz asfalt yo'q edi, suv ham yo'q edi. Suv hozircha bir bo'ladi, bir bo'lmaydi. Endi asfalt bo'ldi, mahalla sal obod bo'ldi. Mana kelib bu yerda suv o'tkazamiz deb kelgan bulardan Xudoyo kasb ko'rga fayz baraka baror kor bersin, asfaltimizni buzmasidan ishni qilaversin. Bularga ham bir omad tilaymiz, ishlariga rivoj ravnaq bo'lsin. Amin. Allohumma robbi anzilin munzilin va anta xayran muzin barori kor tengi amoni bo'lsin. Bu texnikamiz ishlab chiqarilgan joyi Xitoy davlatiga tegishli. Biz bu texnikani O'zbekistonga olib kelishimizdan maqsad asfalt yo'llarni va chiroyli joylarni buzmasdan suv quvurlarini, kanalizatsiya quvurlarini o'tkazish maqsadida olib kelganmiz. Shu vatanimizga, xalqimizga foydamiz tegsin degan maqsadda. Bu texnikamizning kuchi 500 metr masofagacha uzluksiz urishga yetadi. Ishlash tartibi 100% kompyuterlashtirilgan. Chuqurligiga, baland-pastligiga, urvinlariga, hammasiga kompyuter javob beradi. Ishchi kuchi ham tejaladi bu yerda. Bu texnikamiz hozir mana suv quvurini tortib bo'ldi, 200 metr masofani ko'rishingiz mumkin. Hech kimga hali xalaqit bergani yo'q. Mana asfaltlarni ham ko'rishingiz mumkin. Hech kimga hech qanday zarar tegani yo'q. Ish boshlash oldidan joyni ko'rib olamiz. Urvinda tekisliklarni olib, kompyuterga hammasini kirgizdirib, keyin ishni boshlaymiz. Turba tortib kelish jarayonida uchida maxsus tishlari bor. Maxsus tishlari toshlarni ham, tuproqni ham suyuqlashtirilgan holatda maydalaydi. Turbani yoniga zichlaydi. Qo'shiladigan maxsus suyuqliklari bor. Turbaga shikast yetmasligi uchun, yo'llar cho'kmasligi uchun o'sha narsa qotib, turbani himoyalaydi. Buni ishchi kuchini tejash sababi kompyuterlashganligi. 2 kishi ishlaydi bunda. Oldingidek 5 kishi, 10 kishi ishlash shart emas. Keyin 2 kishi ishlaganda yomg'irmi, qormi, qanday ob-havo bo'lsa ham odamlar ishchilarning sog'lig'iga jiddiy zarar yetmaydi. Biz shu vaqtgacha barcha viloyatlarda xizmat ko'rsatib kelmoqdamiz. Eng ko'p asosan Toshkent viloyatida, Toshkent shahrida xizmat ko'rsatamiz. Hozir ham bolalar ishlamoqda u yerda, boshqa brigadalarimiz. Mahallani 100% kovlamasdan suv tortish ishlari olib borilmoqda u yoqda. Bu yoqda ham hamma mamnun, xursand. Boshqa chet eldan kelgan investorlar bilan ham ko'p ishlashamiz, ular bilan ham. Koreya davlati, Qozog'iston davlati, Xitoy davlati, shuningdek Guliston shahar ichini koreyalik investorlar bilan birgalikda ishlarni olib borib, ularni tugatib, ular xursand bizda ishdan. Yana ish bo'lsa, bizda chaqirishga 100% ishonchlari komil.
Bizning Techcross Water and Energy Inc. kompaniyamiz Islom taraqqiyot banki ishtirokida Sirdaryo viloyatining Guliston, Shirin va Yangiyer shaharlarida kanalizatsiya tizimlarini rekonstruksiya qilish va kengaytirish loyihasi asosida Guliston shahrida kanalizatsiya tarmoqlarini qurish va rekonstruksiya qilish, qurilish-montaj ishlarini amalga oshirib kelmoqda. O'tgan yili biz Jizzax Construction bilan hamkorlikda GNB va temir yo'l ostidan burg'alab o'tish ishlarini birgalikda bajargan edik. Hozirgi kunga kelib oradan 6-7 oy o'tganligiga qaramay, Jizzax Construction tomonidan bajarilgan ishlarda ko'zga ko'rinarli kamchiliklar kuzatilmadi. Jizzax Construction xodimlari ham yuqori malakaga ega ekanligi va qurilish muddatiga e'tiborli ekanligi bizni quvontirdi. Jizzax Constructionning keyingi faoliyatlarida omad tilagan holda keyingi proyektlarda ham birga ishlashlik nasib qilishini tilab qolamiz. 활동에 성공을 기원합니다.